Aşk perisi yürekte, aşk perisi yürekte. Adam yıkkan dünyanın hazinesi bilekte. Çiğdem ukam. Ya, qanday qiladi sende? Ma bir öykü ukam, ama tushundiramay o'zim yolg'izlik qilyapman, ma o'yini tushundirishga. Ma bir qo'sh qavatlik öykü fushulu dedik emas ukam. Ma o'yini nereden boshlab tushuntirishimni bilolmayman, o'tirib ketgansan qaylab. Sen vaqt keldi. Yana tushundirma. Yana ko'pchilik. Yaxshimisizlar? Ama shikdan kirsaqlar mana. Çoğunlu bir tazda qo'ya, bu tazda qo'yib shunda azat cho'ng ko'lamdagi tazda qo'y ekan bu. Tazda qo'yning yendilallar. Cho'ngli bir yatoq qo'ya. Bu yatoq qo'yimi ama jang sho'si meningga amal yo'qki. Ama jang sho'sini rasmiy jang sho'qiga o'ynayverligim rahmat bu jang sho'qiga. Ishkabdamsiz. Endi kelsak, yatoq o'ylardan boshlayman. Ezib ketgan yatoq o'ylar yamanchiq ekan bu o'yin ekan. Mana bir balaning yatoq qo'yi ekan. Şundaq kunga tüpsüm şundaq ballağa maskegen çırağını ezip ama can şoğusum o tüpsünün astından mı avaligim tasqarıp limondan çıkarıp çoğunken mi acayını işçimi taz yotqan acayını emdi kelsak ukam mana maş ikinci qavatga chiqib tutsa hozir tushundirma ketonga kelsak keton shundaq cho'ng mana can şoğusuna o'tirib ketgan yerim shu. Tuqib yutibdi-da, mana bo'ridek bo'rni nimasidan chiqaribdi, bo'ridek desam bo'ri turdi tepsida. Ama tuqib yutibdi, ma jang sho'sa amal yo'qki. Ma kontiyo deyotganmiz, mana degan şey deyotganmiz, mana shunday chiroyli bejirim turibdi buning shkaflarimi, degan şey ko'zlarimi. Ma sirtir qo'ysak shunday mana tag'ning sap havasi. Bina shochiydi-ku bu, bina shoching yeniki bu xoyam. Endi kelsak tazliq o nima oshxonasi. Oshxonasi shundoq ozoda cho'ng hamda. 5-6 odam kirib mashg'ulot qilsam shundoq bo'ladi, shundoq bo'lib shundoq kunga begalada joylashgan. Fransiyaning bu. Shundoq jinko begaloni qilibdi. Bo'ngshonlarimiz, sarablarimiz hammasini qilgan. Yanil shu yanji. Hamda ballig'a doyinji imtiyaki. Bu yerga chiqib qo'yibdi buni. Endi oshxonasining yendilar yana bir cho'nglar yatoq uyi. Bu yatoq uyim shundoq ozoda, pokiz.